Shogird yangi mashina oldingmi? Ha, ustoz, o'tgan kuni bozordan lotereya oldim-ku. Cobalt yutib oldim senga. Meni pulimga olibsan deb bo'lmasa. Yo'q, oyligimni berdingiz, shu pulga oldim. Hop, shu oyligini men senga berdimmi? Ha? Bo'ldi deb bo'lmasa ikkalamizga buni sotamiz-da, pulga biznes qilamiz. Qayerda sotamiz hozir bu mashinani? Hozir zo'r bo'lib chiqqan. Mashinani shundoq borsang, qimmat narxga olib qo'yishadi. Nomi oddiy bola. Ketdi endi, ustoz. Oddiy bolaga kelib to'g'ri qilsiz. Biz hammadan qimmat olamiz, agar narx to'g'ri kelmasa, shunda ham tekinga reklama qilib beramiz. Har qanaqa mashina olib kelsam, shunday narxlatib olib qo'yaverasizlarmi? Aka, farqi yo'q, ko'chadan narxlatib keling, qimmatiga olamiz. Bo'lmasa men yeng Cobaltimga necha pul berasiz? 13 ming beraman, mana 10 ming, 3 ming olib beraman hozir. Shogird, men senga aytdim-ku, bu bola mahkam bola. Mashina temasda qanaqa olib sotish ishlaring bo'lsa, mana shu oddiy bolaga murojaat qilaverasan. 6,5 saniki, 6,5 meniki. Endi seni pulingga biznes qilamiz. Qanaqa biznes qilamiz, ustoz? Hozir odamlar qayerda yuribdi? Hamma uyda o'tiribdi. Ahmoq, mochkichirda yuribdi, ochiribdi. Mochkichirib biznesini qilamiz. Ketdik. Ustoz, 6,5 mingga uxladik, bankrot bo'ldik. Keling davay, endi siz 6,5 mingizga yangi biznes boshlaymiz. Remilkani bir gapi bor. Biznesda qilgan xatodan to'g'ri xulosa chiqargan. Men seni xatoingdan xulosa chiqardim. Unda pulingizni nima qilasiz 6,5 mingni? Jinni, bu pulimga oddiy bola masli spark olaman. O'zimga